Transport vositasi qidiruvda ekan-u. 15 dekabrda tushyapsiz, tezlik 256 009. Men hujjatsiz minib chiqyapsiz. Oshxona jarima maydoniga qo'yib turamiz. 256 toza ekan, oq yo'l, salomat bo'ling. Hujjatlar yo'l. Oqsoqolda nima gapki, oqsoqolda. Transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yib turamiz endi. Shuni men o'zim to'lab beraman sizga. Rostdan. To'g'rimi? Ayni daqiqalarda Andijon shahrining Amir Temur Shoh ko'chasida, markaziy archa atrofida hozir biz noodatiy reyd tadbirlarini tashkil qilganmiz. Ya'ni ushbu reydda Premium Trade o'quv markazi xodimlari bilan hamkorlikda transport vositalarini to'xtatib, ya'ni muddati o'tgan qarzdorligi bo'ladigan bo'lsa, biz ularni qarzdorligini yechib berish bo'yicha shu alohida tadbir tashkil qildik va bizga bevosita shu Premium Trade o'quv markazi xodimlari yordam bermoqda. Ya'ni jarimalarni shu bayram sovg'asi sifatida muddat o'tgan jarimalarni to'lab beramiz. Bu reyd tadbirini tashkil qilishimizdan maqsad albatta hamyurtlarimizga bayramona kayfiyat ulashish va bayramga oz bo'lsa ham o'z hissamizni qo'shish. Mashina olib kirib qo'ymasak bo'lmaydi, muddat o'tgan qarzdorlik bor ekan. Mana MIBdan qarzdorligingiz bor ekan. Qizil ekan o'yaman. Aka ismingiz nima? Yo'q. Azamjon aka, mana sizni to'xtatishdan maqsad mana ikkita muddat o'tgan qarzdorligingiz bor ekan. Bittasini mana ukalarimiz sizga bayram sovg'asi sifatida to'lab beryapti. Salomat bo'ling, oq yo'l. Bayramni yaxshi kutib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta bor ekan. Bu video orqali o'zimizni haydovchi do'stlarimizga, aka-ukalarimizga oz bo'lsa ham kayfiyat ulashgimiz keldi. Chunki gai akalarimiz mashinani to'xtatib, shtraf bor ekan, jarima maydonchasiga ketadi deganda, hali настроениemiz qanaqa tushib ketishini juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun oz bo'lsa ham haydovchilarimizga kayfiyat ulashib, yordam qilgimiz keldi. Assalomu alaykum, katta leytenant. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Bayramni yaxshi o'tkazing. ID raqamini ham hozir aytib bersangiz biz to'laveramiz anaqadan. Klik payment. Amin. Allohu akbar. Qarzdorlik yechildi. Ayni daqiqalarda Andijon shahar ko'chalarida o'tkazilayotgan bu noodatiy reydimiz ko'pchilik haydovchilar bu narsani hali tushunmayapti. Ya'ni qarzdorlik, muddat o'tgan qarzdorligi bo'lsa, tartib qoidasi bo'yicha biz u transport vositasini jarima maydoniga joylashtirishimiz kerak. Lekin bugun fuqarolarimizga, ya'ni haydovchilarga shu bayramona kayfiyat ulash maqsadida ularga bayram sovg'asi sifatida shu ishlar amalga oshirilyapti. Niptikimi o'zi? Ha, MIBga o'tib qidiryapman e'lon qilib. To'landi aka sizniki. O'zim to'layman hozir. To'landi aka sizniki, jarimangiz to'landi, o'chirildi jarimangiz. O'chdi. Shu fuqarolarimizga bayram sovg'asi sifatida shunaqa MIBga chiqib ketgan, ya'ni muddat o'tgan qarzdorliklarni to'lab mana shu bayram kayfiyatini ulashishga o'zini hissasini qo'shyapti shu bolalar. 2024-yil 13-iyunda bitta bor ekan. Ha, toza ekan. Ushbu reyd tadbirlarini o'tkazishdan asosiy maqsad yaqinlashib kelayotgan yangi 2026-yil bilan barcha Andijon aholisini qaysidir ma'noda xursand qilish, ya'ni ularga bayram kayfiyatini ulash maqsadida ushbu reyd tadbirlari tashkil qilindi va beminnat ushbu Premium Trade o'quv markazi xodimlariga biz alohida yo'l harakati xavfsizlik xizmati rahbariyati hamda shaxsan o'z nomimdan minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Hamisha viloyatimizda, yurtimizda hamisha shunaqa tinchlik, xotirjamlik, yaxshi kunlar, bayramlar ko'p bo'lsin. Barcha fuqarolarimizni yo'llari hamisha ravon va bexatar bo'lsin. Biz ham Premium Trade jamoasi kirib kelayotgan yangi yil bilan yurtdoshlarimizni tabriklab, ichki ishlar xodimiga ham tabriklarimizni aytib va o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat.